Mana ko'rayotganingizdek O'zbekiston standartlari, dunyo standartlari va jahon standartlari va koinot standartlariga yangi standartlar kirmoqda. Va bizning mana bu sirli yo'l, bu open byudjet ham emas. Davlat qurilishlari ham emas. Kimning ham nima qilayotganini bilmaymiz. Va bu yo'l o'z-o'zidan paydo bo'lib qoldi. Sizlarga endi bitta savol beraman. Bu даже mo'jizada ham oz-moz bir nimalar bor ekan, nima deydi, mashinist bo'm nimalar. Mana shuncha yo'l. Yo'llarimiz o'sha daddala. Yo'q, yo'llarimiz o'sha ajoyib, g'aroyib, fantastika. Mana yo'llarimiz mana buncha ko'rayotganlaringizdek. Mayli. O'zbekistonda ham bunaqalar kutiladi. Lekin men tavsiya berardim, mana bu yerga faqatgina 20 km tezlik va qurilish emas, balkim 3,5 tonnadan og'ir mashinalar bu yerga kirishi taqiqlanadi degan znak qo'yishlarni. Nima desa, mana bu asfalt yo'llarimiz bizda vobshe og'ir yuklarga chidamaydi. Shuning uchun bu yo'lni qurayotgan odamlar, bu yo'lning adresi O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidagi eski Qorashinaga kiraverish buyuk trassa, ya'ni 365 ming kilometr ruxsat etilgan tezlikdagi shosse degan loflarni eshitib qolgan bo'lardim. Afsus, unday emas. O'zlarimizning qarichi yo'llarimiz. Qanday bolalar, avdushi poddershkada bo'lamiz. Bu yo'llarimizni hali o'rtalardan chiziqlar o'tish kerak. Yo'llarga ikkita agrajeniya bo'lishi kerak. Yana bir bala. Qarichi bu yo'limiz hali qurib bitilmadi. Shuning uchun Alperudi tog'alaringiz kurashmoqda. Shuning uchun eski Qorashinaning bachchalari, davay bosinglar. Sizlar nomer 1 sizlar. Yigitning zo'rlarisiz.